Kulminatsion nuqtasidamiz. Haqiqiy ya'ni massa qiladigan joydamiz hozir. Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Alhamdulillah bugun adashimizga Angliya vizalari chiqdi. Xudo xolasa tasdiqlandi. Elektron vizalarni oldilar inshaalloh. Adash, charchamayapsizmi? Aytdingizlar, javlonlar yomon chiqmaydi. Xudo xolasa qalbingiz mazza qilyaptimi? Xursandmisiz? Alloh taolo shukrlarga yetkazdi inshaalloh. Xudo xolasa qalbingizda nimalar o'tyapti? Bemalol o'zingiz og'iz bilan mana kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga, aka-ukalarimizga murojaatsiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga, obunachilar, obuna bo'lmaganlar. Xudo xolasa mana vizalarimiz chiqdi. Biletlardan kerak bo'lsa mana olib keldik. Aniq chistolargacha, soatligacha ma'lum qilib. Xudo xolasa mana ketyapmiz. Oz qoldi. Hozir zo'r paytga keldi. Hayajonli kulminatsion nuqtasidamiz. Haqiqiy ya'ni massa qiladigan joydamiz hozir. Alloh taolo mana shu kunlarga yetkazdi, ixlos qilib kelganlarini, aka-uka topshirishgan edi. Akalariga ham, ukalariga ham Alloh rizqini qo'shib, mana inshaalloh aka-uka bitta bo'lib ketishyapti. Xudo xolasa sababini qildi, Alloh taolo yetkazdi. Avvalo Allohdan mana Xudoyim sizni siyladi, yaxshiliklari bilan inshaalloh har doim shunaqangi Alloh taolo sizning yo'lingizni ochiq qilsin. Har doim shunaqangi yaxshi kunlarni ko'rishni nasib qilsin. Xudo xolasa kelgusi ishlaringizda omad tilayman. Alloh har doim yaxshilik bilan siylasin. Xudo xolasa inshaalloh kimga Angliya vizalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, foydamiz tegsa xursandmiz. Yo'ldan boshlagan sentrgacha bo'lgan hamma hujjatlarni tayyorlaymiz. Xudo xolasa biz qo'shilgan bo'lsa, inshaalloh bismillah deb ketaveradi. Radnoy sizga yana bir marta sog' bo'linglar, hammaga rahmat. Easy visa, best of the best.